tegishli lavozimda ishlayotgan insonlar bo'lsa, tegishli idorada ishlayotgan bo'lsa, insonlar bo'lsa, bee'tibor qoldirmayman. Men qaytmoqchiman. O'zimni uyimga, o'zimni vatanimga boray. Yordam beringlar. Iltimos. Iltimos sizlardan xalqim. Bitta yordamim, bitta o'tinchim sizlardan. Men boray. Himoyamiz ostidagi bo'lgan shaxs qaytib kelmoqdalar. Ular hozirgi paytda O'zbekistonda bo'layotgan reformalarni, qonun ustuvorligini, adolatni ko'rib qaytishga qaror qildilar va biz shundan keyin demak Ichki ishlar vazirligi Jinoyat qidiruv va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi bilan hamkorlikda, ya'ni ular bilan muzokara olib bordik. Bunda biz himoyamiz ostidagi shaxs manfaatlari doirasida harakat qildik. Hozir mana Jidda shahridan uchib keladilar. Samolyot bir necha daqiqalardan keyin qo'nadi va mana shu odamni demak kelish jarayonlarini ko'rib o'tishingiz mumkin. Keyingi videolarda tomosha qilasizlar.